Assalomu alaykum do'stlar. Agarda sizda hozirda niyat tug'ilib, Upwork veb saytiga oid bo'lgan bilimlarni izlab yurgan bo'lsangiz, men o'zim Upwork veb saytida ishlaganman va oz bo'lsa ham tajribam bor. Shundan kelib chiqib sizlarga o'rgatishga, o'z bilimlarimni sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Buning uchun sizlardan mana shu playlistni yaratib, sizlarga bilimlarimni ulashishda davom etaman va sizlardan talab qilinadigan narsa qo'llab-quvvatlab, shunchaki videolarga like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yoki bo'lmasa yaxshi, hammasi zo'r degan biron nimani yozib ketishingizni so'rab qolaman va bu narsa juda ham muhim. Xo'p, unday bo'lsa, birinchi videodan boshlaymiz. Profilingizni qanday qilib chiroyli yaratish va mijozni o'ziga qarata oladigan profil yaratishdan boshlaymiz. Keyingi videoda mana shu narsalarni tushuntirib sizlarga aytib o'taman.